5 fevral G'ulji inqilobi Sharqiy Turkiston yaqinqi zamon tarixidagi Xitoyga qarshi ilib berilgan portlash xarakterli inqilob. Tarix koinotning vijdoni deydi astronom shoir Umar Hayyam. Shundoq bundan 20 yil burun Sharqiy Turkiston deb atiladigan bir jo'grafiyadagi kichkina shahar G'uljida yuz bergan G'ulja 5 fevral inqilobi insoniyat tarixiga tamg'isini urgan koinotning shundoqla Uyg'ur xalqining vijdoni ovozi. To'lgan badallar, tuproqda yotgan shehidlar bu vijdoniy ovozni Uyg'ur tarixining oltin batlariga qo'ndirishimizni kutmoqda. Qahramoni bo'lmagan bir millatning kelajagi bo'lmaydi. Uyg'ur xalqi tarixning har qaysi davrlarida o'z qahramonlari, shehidlari va kurashchilari bilan faxrlanib kelgan bir millat. 5 fevral arxivlari Uyg'ur xalqining qahramonlik tarixi ichidagi qarmoqning qasriqidek bir bo'ligi. Biz tarixning ko'milib qilishini, vijdonning ko'milib qilishi deb qaraganligimiz uchun qo'limizga qalam oldik. Allah bizga intayin yuqori yaratish mo'jizasi bilan bergan anglash va so'zlash iqtidorimizni ishga solib, bu qahramonlik dostoniga shohid bo'lganlarning aytganlariga quloq berdik. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli. Tariximiz oq qog'oz bo'lib qolmasin. Sharq Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida issiq jonlarini taqdim qilgan, Allah yo'lida shahid bo'lgan barliq Sharq Turkiston o'g'il qizlariga Allah jannatul firdavs ato qilsin. Jannatul firdavs ato qilsin. Jannatul firdavs ato qilsin. 5 fevral arxivlari. Abdori Gülşen Abduqodir. Mikrofonda Abdusalom Uyg'ur. 5 fevral G'ulji inqilobining oldi keyinda Xitoy tajovuzchilarining Uyg'ur yoshlarini keng ko'lamli tutqun qilish va qiyin qistoqqa ilishida muhim rol o'ynagan turmalardan asosligi Ili oblastlik soqchi turmasi, Bingtuan qaramog'idagi 4-diviziya turmasi, Chapchal suv turmasi va G'ulji shaharlik Yangi hayot turmalaridan iborat. 1997 yili G'uljida yuz bergan 5 fevral G'ulji inqilobining oldi keyindagi keng ko'lamli tutqun qilish jarayonida G'ulji shaharlik Yangi hayot turmasiga so'langan Uyg'ur yoshlarining orasida yana ilgari Amerikaning Guantanamo turmasida yotgan, hozir Albaniyada yashayotgan Abobakri Qosim bor edi. U G'ulji shahri Yangi hayot turmasida ko'rganlarini anglatdi. Ben şu 98 yılı azge benim şu türüme girip ben düşündüğümüzde 97'nin ahire bu aktiyle boyu İslam meclisi verilme kırıgınca bulunmamı türüme geçip ahire 98'nin 6. ayda benim kısmı apırıp soluğan. Şu vasıda soluğan şarkı türümü yatkan ben şu vasıda asal ettim şu 5. fevral'da Balla olan köprüde yattım. Fevral'dan kinki mesela Vallahi öyle 8. ayının 14'deki vakadaki Darya boyudaki partlaş meselesi, körük partlaş meselesi, azgile sayvazırki itiş meselesi şu vallahi öyle bir yattım asasiyatın. Şu vallahi körükteki aşı itiş meselesi itilganda aşı bir balınki bir pay o iki pay o putuğu gittiken kandıga yıkıvatkan
Onundan keyin minisiga shu qulog'ining tubidan, chekisidan kirib, keyindan qulog'ining tubidan chiqdi ekan. Aşı balani davolamay olib turmga tashlab qo'yib, aşı bala ashunda saqlab ketdi-da endi. Ha. Bu bala 6-7 oy tamoq yelemay, balalar og'zidan qo'shiqlar chiqib, burnini chiqib, davolamay, oxiri ashunda Alloh bir shifolik berib, elib minisini o'q yerib chiqib ketgan bo'lsa, hech qanday zaxm bo'lmay, shuningni taqib qoldi. Yusuf bola tekasib qoldi, o bola muddatli kesildi. O bal kesilgan yeni çıkan. Ama asakiyatı hem de aşı hatta ki davalashqa doğrum belge aşıvalıqda. Özünüz sen ölmedin mi? Dep, ilk bana körüp çöçüp sen ölmedin mi? Digen hem de. Şu derecede vehşi bu hem de. sizden özünüz öz gözünüzle köyge vakalar bular. Köyge vaka. Ha. Şu çağlarda siz aşı türmüde aşılar bilen bile yatqa vaqtыңızda şu bopma daryo boyidagi etişler Xitoy hukumatining shunchalik mustahkam qurolliq askarlari bilan qo'lchi yoshlarning etişleri. Sey bozoridagi shu etişlar haqida shular ba'zi gap so'zlar bo'lganmi o'tirda ahmadiy ahvol haqida sizning ba'zi bildiganlaringiz? Asakiyatı o ballarını hemesini tutuş buyuruyorlar. Şu 5 fevralda torgu düşmek et kalan ballar ki var mesela. Onu bular tutuş buyruğu çıkarıp etkendikken bular hem özü qo'g'dash uchun şu qurolliq tarbiya ko'rib, özü qo'g'dash uchun favqulodda tutqunlik kelsa, o'zimizni qo'g'daymiz degan asosda o ballar shunda faoliyat olib borgan ekan. 98-yili men 6-oyda kirsam, shu vaqtda shu ballar kirib bo'libdi ekan. Sayozlardagi, shu dayovoydagi ballar shu vaqtda kirib bo'libdi ekan. Shu kepaksizlikka yetishga ballar hammasi kirib bo'lgan ekan. Şu mezgilde sayılgan mümkün şu 4. aylar mezgilleri buluşun. 3. 4. aylar kirgen buluşun bunlar. Programımızның алдыңғы қысымларда məxsus tunuşturulğan ili oğlanı, Uyghur xalqının fəxirlik pərzəndi, usta mərgən, ili oblastlıq zoravanlıqqa qarşı duruş alayda ətrətidiki Xitay qalçı əskərlərdən Dongfei bilən Nurlanını itib öldürüb, nurğunluğan Xitay əskərlərini yarlandırğan, Şərq Türkistanның hazırkı zaman tarixidiki məşhur 26 iyun 3-10 vəqəsinin qəhrəmanı şehidi Tursun Səlay ayni yıllarda G'o'lji shahridagi eng vahshiy turmalarning biri bo'lgan diviziya turmasida qattiq tan jazosiga uchirgan qahramonlarimizning biri. Tursun Salayning hozir Kanadada yashayotgan singlisi Busaram Salay ili diviziya turmasida tan jazosiga uchirgan aksi Tursun Salayning qandaq ahvolga tushib qolganligi haqida ma'lumot berib mundaq deydi. Aradan bir ay o'tdi deyman. Bir aygacha xabarini ala oldinglar. Xabarini cho'ng akam badi berib so'rab, saqchilardan qilsavay ining bormishda. Azroq so'raydigan ishlar bor deb so'rab bo'lib qo'yibmiz deb boshlabdi. Shuni bir oydan keyin, undan keyin 40 kun bo'lgan vaqtda opamlar telefon qildi bizga. Mana Tursun akangiz chiqdi turmadan, kelib ko'rishib ketding deb. Shon bo'pti deb bordim, berib uyga kirib akamni tanimabdi-manda. Qarsangiz yana shunda ustixonliq yo'g'on bo'ldi. Shu mening kichik o'g'limdek ashta bo'lib qopti. Shuni yilqin tanmasdiman va qani akam qani deb izlab ketibdi-man. Shu mashina oldida o'tiribdi, voy mana men deb o'rindan qo'yibdi. Shuni izlab ko'rishib qildim. Qaysi turmaga qildi shu chaqda? Şu 40 gün ichida Urumchi turmasiga olib beribdi. Undan keyin shu G'o'ljida bizning Maldil, Sharq Maldil bir düzyapti. Ashada bir turma bor ekan. Shu osh turmaga kiribdi. Undan keyin Chapchalda bir turma bormi? Shu yerga olib beribdi. Ashta qilib keyin xotinning deb berishicha, shu mahallamizdagi düzyaning turmasida qiynaganda chidamay qoldim deb boshladi. Deb beribdi ayolligida endi. Biz ko'maymiz, ayol ko'rib, bedellarini ko'rib, shu necha kunlik bichar qilishimda shu bizga demidi endi. Shunda bir yanqib ketdi. Shu ashta qilib shunda qattiq qiynab ashta kichik jaynakda qilib qo'yib, yo'q, shunda ustixonliq bo'ldi-da, u shunda cho'ng qamlashgan chiroq bo'ldi. Ashta qilib 40 kunning ichida. İlgiri Amerika'nın Guantanamo türmesinde yatkan, hazır Çivisiye'de yaşavatkan Adilcan Hakim, Xitay saqçıları tarafından kanunsuz təbliğ faaliyetiga qatnaşkan degan gumon bilan 1997 yılı 5 fevral günü tushdan keyin tutilib 5 kun,
Ondan yana arqa-arqadan 2 qatim tutilib 18 kun va 36 kun. Har qatim tutilganda o'xshashla G'ulji shaharlik Yangi hayot turmasiga so'langan 5 fevral shohidlarining biri. U ziyoratimizni qabul qilib, G'ulji shaharlik Yangi hayot turmasini vahshiy turmalarning biri deb ta'rifladi va bu turmaning qiynash usullarini anglatdi. G'uljininki Yangi hayot turmasi vahshiy bir turmalardan birisi ama gayet küçük yatak uyları. Adatlı yatak uyuga normalde bir 4 adam yatsı bulunduğu yatak uyunu bula 20 adamını yatkızgan uyuga. Ben can bakmam yerine karvat kılan astı üstü yapılıp. Üstü de 10 adam yatıda tigide 10 adam yatıda bütünleşim var. Bir tal halası var küçük inanmamı jüyünüş mümkün emas yerde. Antiyada namaz, ibadet işler tatlı yapmaydı bizge. Ama belki şey onu tesviyle tanımını da doğul bulmaydı. Depresekin bazı işlenmesi mümkün. Ama ulandan sonra adli kıynaş, sürülmedesi tok bilen kıynaş. Her kanda falan. Tok bilan qiynash degan vaqtingizda qandaq bir qiynash bu? Sizmi shundaq bir qiynashga uchirganmi? Ha, tok bilen kıynaş. Tok bilen kıynaş tok sınır bağlanırken, birisi tutanız gıçatıda, solağız gıçatıda, belağız gıçatıda toyuzun közüdü. Çünkü ayakta bir daha spekülasyon kanç üstlük tıkıratman süre o çok küçük kildiren gepke. Aşına atıp ballarını çiğnap oynaydı. Geçe çıkıldı onu. Çünkü soraydı, sorakçı ba. O sorakçı soraydı, o özü ana kıgıdek bire değil öyle turguzanmasa bunu kıynanla yagan gep kılatıdı odaplan işenmezden devamlı kıynaydı. Hazır Kanadada yaşayotgan Tahir Mejit apandi G'ulji shahar Yangi hayot turmasiga solinib, muddati to'shib qo'yib berilgan bir qism do'stlarining beshiga kelgan eg'ir kulfatlarni so'zlab o'tdi. Uning bildirishicha, 5 fevral G'ulji inqilobida Yangi hayot turmasiga qamalgan nurg'unlagan Uyg'ur yoshlari jazo muddati to'shib qo'yib berilganda normal odamdek bo'lolmagan. 10 yıldan 15 yıl deyip vaqt boşarmış yakın yılda yağı çıkıvatkan ayta ballavatı bir iş kişini sorsam külüdüğün gam yeb bişini köteme qarab oturgan salam saat kısa qaytırdığa o işte yakınmay açta bu qıp yaptı turup külüp ketediğen kalladın ağırlık ketkende kup kaptı dep bir paran kıtladı çoğuma o ballağı adam alır uçur ediş ayakta sanşa hükümetine şu katlı kıyını kıstap elli verip ballanamamış aklı Nemisten ayrıp qağa oxşaydı. Алдыңғы qism programmamizda o'tirg'i qo'yib o'tgandek Xitoy tajovuzchilari 5 fevral G'ulji inqilobining sarkardasi, Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'loni 90-yillarda butun Sharq Turkiston miqyosida yuz bergan milliy va diniy uyg'unish harakatining bayroqdorlarining biri. Mazlum Sharq Turkistonning tez pukmas o'g'li Shahid Abduxalil Abdumejidni G'ulji shahridagi tan jazosi intayin eg'ir bo'lgan G'ulji shahar Yangi hayot turmasiga so'lgan. 6 ay o'tgandan keyin qo'yib berib, 5 fevral G'ulji namoyishi yuz bergan kuni namoyishga chiqqan minglarcha G'ulji o'g'il qizlari qatorida yana qo'lga olgan. Xitoy tajovuzchilari uni bu qatim butun Sharq Turkiston bo'yicha tan jazosi intayin eg'ir bo'lgan Chapchal turmasiga qamagan. Xitoy tajovuzchilari Abduxalil Mejitni toki u 2000-yili shahid bo'lganga qadar hech qanday sotlamagan va u haqida hukm e'lon qilmagan. Uning advokat taklif qilishi mumkin emas edi. Abduxalil Mejit Chapchal turmasidagi dahshatli qiyin qistoqlar tufayli nimjon bo'lib qolgan. U dahshatli qiyin qistoq sababidan Alloh bir degan bu muqaddas e'tiqodga xoinlik qilib qo'ymasligi uchun tilini chaynab olgan. Abduxalil Mejit turmada yana bir oyga yaqin ochliq e'lon qilib shahid bo'lgan. U Uyg'ur xalqining hech bir zaman va hech bir davrda Xitoy tajovuzchilariga ruhiy jihatdan taslim bo'lmaydiganligidan iborat bu o'lmas dastonni o'z hayoti badliga yezib qoldirib shahid bo'lganda amdila 30 yoshda edi.
Abduhalil Abdumejidning Chapchal turmasiga solangandan keyingi ahvoli haqida ma'lumot bergan, o'z ism sharifini oshkorlashni xohlamagan bir Uyg'ur ziyolisi mundoq deydi. 5 fevral inqilob yuz bergandan keyin Abduhalilning taqdirida qandaq bir o'zgarish bo'ldi? Nimalar bo'ldi? Xitoy hukumati qandaq bir oqibatlarni olib keldi? Abduhalil nimaga shu voqealardan keyin tutdi, Xitoylar turmaga kirdi. Uni bir savol so'rab, bu sen nimani e'tirof qilamsan, bizning qonunimizni e'tirof qilamsan, asosan Xitoylarning da'vosi shu, deb e'tirof qilamiz dedi. Abduhalil boshlig'i mahallaning qonunini e'tirof qilaman, bundan boshqa sening kufr qonunini e'tirof qilmayman. Sening qonunini e'tirof qilishning o'zi mehribon Alloh sherikka tugandek. Allah fakat bizga bir qonunni tushagan. Biz shu qonunni e'tirof qilamiz deyishdan iborat bo'ldi. Shu bizning qonunimizni e'tirof qilmaysan deb, shu Abduhalilni boshdan oxir shuni e'tirof qilganmay. Oxiri Abduhalil shu ashlarning turmusida shahid bo'lib ketdi. Qaysi turmada shahid bo'lib ketgan vaqtlarni aniq bilamsiz? Qaysi turmada? Yo'q, buni aniq bilmayman. Shu nima dedi? Deyizmi? Chapchal turmida dedi, asosiyatni shu Chapchal turmida. Keyin anamki shu Chapchalga 50 kishi yetdi. Allohning aytdiqi masjid tutildi bola. Anamki ham shu yerda vafot etib ketdi. Ham anamki shu yerda anamki yerdagi kishiga qo'yildi. Ham yerdagi qo'yilgan qo'yguchilarning ichida birisi meniki bir do'stim bo'lib shu qatnashib qoldi, shu Chapchallik qonati. Shundan uqtoq uniki oxirgi hayotini dafn qilish jarayonida deganga o'xshash. U bal sizga nimalarni deb berdi masalan, qanday dafn qilinibdi, oilasiga topshirib berildimi yo? Oilasiga topshirib berilmadi. Undan Abduhalilning bir tog'asi bor, shu tog'asini akilib, undan o tog'asini qarib Qur'ondan bir masjidning imomı. Şunu akilib 5 tuqqan bir bilanlar. Ondan keyin yerga qo'yibdi, bek o'roqlab ketibdi dedi. Meni Alloh deb bergan bola bek o'roqlab ketibdi dedi. Chunki Abduhalil keyin ochliq e'lon qilibdi. Shuning uchun shunda o'roqlab ketgan bo'lishi mumkin dedi. Ochliq e'lon qilgandan keyin albatta ochliqdan shu o'roqlab ketdi. Oxirida shunda shahid bo'ldi. Bu Uyg'ur ziyolisi Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlarga qaratgan yo'q qilish va qirib tugutish siyosatlari haqida fikr yurgizib, yana mundoq deydi. Çünkü o dünyadaki en bir rezil, en bir imansız, en bir vakafir bo'lgandan bu ishlarni qilmaydi deb aytolmayman. Masalan, mening nazarimda hozir Xitoyda bir mahallada 2 terrorchi bor desa, shuni tutish uchun shu mahalladagi butun odamni o'ldirib yubordi. Balki buni shu mahallada partiya a'zolari bo'lishi mumkin, aktivlar bo'lishi mumkin, hatto uning ko'ziga hech nima ko'rinmaydi. Şehit Tursun Salayning G'ulji Bingtuan qarmig'idagi 4-diviziya turmasiga qamalgan chog'da inson qilipidan chiqqan vahchiy usullar bilan qiynalganligi haqida to'xtalgan Tursun Salayning qayni inisi Toyir Mejid mundoq deydi. Tursun akam endi boshda tutilgan vaqtida, bosh tutilib 40 kunda chiqqan. Chiqqan jarayonda qattiq qiyin qistab tushibdi ekan. Seramlarga deb birishcha, ayolimga deb birishcha hammaning qiynoqlaridan o'tib, diviziyaga ketib, diviziyaning turmusida qiynaganda chidamay qolibdi ekan bu bola. Vahshiy qiynabdi ekan. Ba'zi vaqt ba'zi qiynoqlarni tilga olsiz. Shu qiynoqlar jarayonida Tursun akam ching turib, men Ibrohim Ismoilni tanıyman, bilman, lekin u odam bir yerda 2 kun o'chib turmaydi. Men u odamning qayerligini bilmayman, ammo meni qo'yib bersanglar, jamoat chiqsam, u odam baribir meni aloqa qilishadi. Aloqalashgan vaqtida men sizlarga tutib beray deb yolg'on va'da berib chiqib ekan. Anglashlarga qaraganda, shu Tursun Salayniki qiynash usullaridan vahshiy bo'lganlarning biri jinsiy a'zolarga ham kechirsiz deyishimiz kerak. Shundaq bir nima simman qozg'an shundaq bir ahvollar bor deb. Anglagan. Shundaq shuni siz anglagan shundaq. Anglagan, hatto mening ayolim Tursun akamni men
shu turmadan chiqib deb anglab bag'a vaqtimda shunda ustaxonlik baslik bo'ldi. Tanımay qapti ekan hatta. Kichiklab qilib, jirgidab qapti ekan, ma'amay men bilan ko'rishgan vaqtida o'rnida bak tasib turgan, voy bo'ldi aka o'tiran bo'ldi deb quchoqlashib, yig'ilishib ketdik shu vaqtning o'zida. Bisaramning deb birishicha bu o'birni kirib chiqqandan keyin endi keyindan kirib qarsa shu qon siyib ekan. Vaqt munosabati bilan 5 fevral arxivlarining 11 qismi mushiyada oxirlashdi. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishayli, xayr xo'sh.